O'zbekiston Open Data Inventory ochiq ma'lumotlar jahon reytingida 18 pog'ona yuqoriga ko'tarilib, dunyoda 12-o'rinni, Markaziy Osiyo bo'yicha 1-o'rinni egalladi. Ushbu reyting qanday mezonlar asosida shakllantiriladi? Javob esa shunday. U rasmiy statistikaning ochiqlik darajasini baholaydi. O'zbekistonning mazkur reytingdagi o'rnini oshirishda Milliy statistika qo'mitasi tomonidan statistika integratsiyalashgan axborot tizimining ishga tushirilishi alohida ahamiyatli bo'ldi. Statistik ma'lumotlarning ko'lami kengaytirildi. Ma'lumotlar hudud, tarmoq va yillar bo'yicha joylashtirila boshlandi. Bu esa mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish dinamikasini obyektiv baholash imkonini berdi. Solishtiradigan bo'lsak, 2023-yilda 70 ball bilan 195 davlat orasida 30-o'rinni qayd etgan mamlakatimiz 2024-yil yakunlariga ko'ra 83 ball to'plab, ushbu reytingda 198 davlat orasida 12-o'rinni egalladi.